Samarqandda kartoshkachilik tarmog'ini rivojlantirishga qaratilgan xalqaro seminar o'tkazildi. Mazkur anjumanda asosiy iste'mol mahsuloti hisoblangan kartoshkaning importini qisqartirish, sifatli urug'lar, yangi navlar borasidagi masalalar muhokama etildi. Endi Samarqandda virusdan xoli bo'lgan urug'li kartoshka yetishtiriladi. Samarqand Agro innovatsiyalar va tadqiqotlar institutida Janubiy Koreya bilan hamkorlikda kartoshkaning 15 ta navi sinovdan o'tkazilmoqda. Institutda in vitro laboratoriyasi tashkil etilib, sog'lom kartoshka ko'chatlari tayyorlanmoqda. Kartoshka insoniyat iste'mol qiladigan 4 muhim oziq-ovqatlardan biridir va bu ko'rsatkich oxirgi 10 yil ichida o'sdi. 2 yil davomida biz yaxshi natijalarga erishdik. Biz nafaqat viruslarsiz kartoshka urug'i yaratish, balki yangi navlarni yaratish ustida ishlayapmiz. Kelajakda Osiyo mamlakatlari orasida O'zbekistonda kartoshka urug'i eng rivoj topgan mamlakat bo'lib shakllanadi degan umiddaman. Jamoasidan so'raymanki, ko'proq axborot yetkazaylik. O'zbekistonda virussiz urug'chilik kartoshka yetishtirish bo'yicha xalqaro seminar o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, Koreya qishloq jamiyati korporatsiyasi, Tojikiston qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi va boshqa tashkilot vakillari ishtirok etdi. Seminarda O'zbekistonda import o'rnini bosuvchi urug'chilik kartoshka yetishtirishning ilg'or texnologiyalarini ishlab chiqish, bu borada institut olimlari tomonidan amalga oshirilayotgan loyihaning ahamiyati haqida gapirildi. Respublikamizning barcha hududlarida joylashgan kartoshka yetishtiruvchi fermerlarimizda vakillari ishtirok etyapti. Asosiy maqsad virusdan xoli bo'lgan urug'lik bilan virus bilan zararlanmagan urug'chilikni hosil qilish. Mana shu ilm innovatsiyani biz koreyalik hamkorlar bilan birgalikda mana shu institutda bir modelini, bir ko'rinishini ko'rsatib, ularga demak xalqqa, oddiy dehqonlarimizga, yetishtiruvchilarimizga ko'rsatib bermoqchimiz. Shuningdek, seminarda mehmonlarga in vitro laboratoriyasida urug'chilik kartoshka tayyorlash jarayonlari tanishtirildi. Hademay yurtimizda kartoshkaning yangi navi yaratiladi. Bu esa respublikamiz aholisining mahsulotga bo'lgan talabini qondiribgina qolmay, eksport salohiyatining oshishiga ham yordam beradi. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.